aka bunaqasi ketmaydi endi. Nima bo'ldi o'zi? Ish ko'p, bolalar ishlashyapti, oylikdan darak yo'q. Men bolalarga nima deyishni bilmayman, bunaqasi bo'lmaydi-ku endi. Ozgina sabr qilib turlar. Mana telefon qilyapti, zakazda telefon. O, labbay aka. Men chiqazaram, tayyorlab qo'yganman, ha. Ha, bo'ldi. O, labbay. Allo, assalomu alaykum. Qachon kelasiz? Bugun sal ishim ko'payib ketdi. O'zingizlar ovqatlanib turaveringlar. Men sal kechroq boraman. Har kuni shunaqa deysiz. Shuncha o'zingizni qiynab ishlashingizga arzirmikan shu zavodingiz? Harakat qilyapmiz. Ozgina sabrli bo'l, yaxshi bo'lib qolar. Balki yetar endi zavodingizni sotib, boshqa biror bir ish qilarsiz. Mayli, keyin gaplashamiz, maylimi? Aka, shuni bir ko'rib chiqing. Nima bu? Ishdan ketmoqchiman. Ariza. O'zi ishda endi qimirlashni boshlayapmiz. Ozgina sabrli bo'lsanglar bo'larmidi? Zavod cho'kyapti. Meni ham oilam bor, to'g'ri tushuning. Agar imkoni bo'lsa, bu oy ishlagan oyligimni bersangiz. Mayli, shu raqamimizda ozgina pul bor edi, kartangizga tushirib qo'yaman. Rahmat. Uzr. Rostdan hamda o'rta, shu eskirib ketgan zavodingni qachongacha sudrab yurmoqchisan? O'zi hozirchi tekstil bozori umuman boshqacha bo'lib ketgan. Ha, to'g'ri. Zavoding metallomga topshirib borib, oylikli ishga kirib olgani yaxshi-ku. Tavakkal bilan oila boqib bo'lmaydi-ku. To'g'rimi? To'g'ri-da. Mayli, birga bo'lar o'sha zavoddan. Yana qanaqa qarz? Ozgina muddat kerak. Xudo xolasa zakazlarim ko'p. Qutulib ketamiz qisqa muddatda. Yana qancha vaqt kerak? A? Farzandlaringiz katta bo'lyapti. Uy ro'zg'or qilish kerak. Uyning ahvolini qarang. Sabr qil deysiz yana. Ey, nima, men o'zim uchun qilyapmanmi? Sizlar uchun qilyapman-ku. Ha, tinchlik. Ana u kuni bir gap chiqqanda, oyligim yaxshi ishxonamda deyotding. Bironta bo'sh o'rin bo'lsa, meni taklif qilib ko'rmaysanmi? Kech bo'ldi, o'rtoq. Ertaga gaplashamiz. Mayli, o'rtoq, yaxshi tomon. Jarayon muhim emas, natija muhim. Bu haqiqatdan to'g'ri gap-da. Bu narsada qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchiliklar unuting, normalniy qiyinchilik bo'ladi. Bunisi oxiriga olmish bo'ladi.